Assalomu alaykum. Bugun juma, musulmonlar uchun eng muborak kun. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar, kim juma kunida Kahf surasini o'qisa, uning uchun 2 juma orasi nur bo'ladi deganlar. Buni ko'pchilik bilmaydi. Lekin agar Kahf surasini o'qishga ulgurmasangiz, hech bo'lmaganda ushbu salovatni ko'proq aytib yuring. Allohumma solli ala Muhammad. Bu ham juma kunida juda katta savob olib keladi inshaalloh. Kahf surasini o'qish 2 juma orasida nur beradi, salovat aytish esa juda katta savob olib keladi. Bu kunni boy bermang va amal qiling. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, yangi videolarni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum.